Assalomu alaykum. Siz O'rinboy Botiriyning Instagram sahifasiga xush kelibsiz. Kamina Xorazm viloyati Hazorasp tumanida tavallud topganman. San'atni juda ham sevaman, yaxshi ko'raman va san'at mening jon-jonimga, qon-qonimga singib ketgan desam ham hech mubolag'a emas. Albatta, siz bizga tanish bo'lgan ustozlar, bir qator ijrot qilib kelayotgan xalq artistlarini eshitib kelaman hozirgacha va O'zbekiston xalq artisti, Tojikiston xalq hofizi Og'abek Sobirovni o'zimga ustoz deb bilganman, tan olganman, hurmat qilaman. O'zlari bilan muloqotlar qilganmiz, to'y hashamlarda uchrashganmiz va shu ustozga necha yildan beri mana 30 yilga yaqin adashmasam muxlisman va ularni juda ham qo'shiqlarini tinglab o'zim ham ijro qilib turaman, hirgoya qilib turaman. O'zimni ish faoliyatim haqida qisqacha gapiradigan bo'lsam, men hozir Hazorasp tuman Bo'ston madaniyat markazida o'zim faoliyatimni olib boraman. Madaniyat markazidagi xodimlar bilan, ustozlar bilan, yaqinlar bilan aloqalarimiz juda ham yaxshi. Ular ham meni hurmat qilishadi, yaxshi ko'rishadi va men bugundan boshlab mana shu Instagram sahifamni yuritishni o'zimga joiz deb topdim va bu yerda ham men o'zimni muxlislarimni topaman degan umiddaman va sizlarga bir kuplet yoki ikki kuplet imkon qadar bir o'zimizni yaxshi ko'radigan xalq qo'shiqlaridan ijro qilishni boshlasak, keyin yana boshqa kunlarda albatta o'zimiz yaratgan qo'shiqlardan ham albatta sizlarga taqdim etishni o'ylab qo'ydik. Tinglang va maroq qiling.